Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, Samquyon kanalimizni kuzatuvchilari. Mana bugun yana bir video obzor qilishga qaror qildik. Samquyon mini fermamizdan yangiliklar, quyonlarimizni qanday ko'payapti, qanaqa zotli quyonlar kirib kelgan, qaysi quyonlarimiz bolalagan va qanday yangiliklar borligini sizlarga birma-bir aytib o'tib ketamiz. Bundan oldin videomizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va yulduz qo'ng'iroqcha tugmachasi bor. Shu qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysalaringiz, shu videolarimizdan hammadan birinchi bo'lib ko'rasizlar yangi videolarimizni. Yangi videolar chiqishda davom etadi. Yangiliklar, har xil ma'lumotlar, qanday mavzuda video qo'yishimizni kommentariyaga yozib yuborsalaringiz, shu mavzuda harakat qilamiz videolarimizni qo'yishga. Mana shu fermamiz, mini fermachamiz da qanday bir mavzuda gaplashmoqchi bo'lsalaringiz, bemalol kommentariyalarda yozib fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Xo'p, hozirgi vaqtda quyonlarimizni bolalaydigani, bolalagani, bo'g'ozlari, ko'payishga tayyor bo'lganlari, sotiladiganlari hammasini ko'rsatib boramiz. Videomiz tarqalishi uchun bitta like bosib, kommentariyada omad so'zini yozib ketinglar. Tanishlaringizga, gruppa kanallaringizga shu videoni yuborib jo'natib qo'yinglar. Xo'p, bizlar obzor qilishni boshladik. Video obzor qilishimizni boshladik. Bir boshdan boshlayveramiz. Mana bu yerda Flander sameschamiz. 8 oylik Flander samestimiz uni. Hozir yoz sezoni bo'lgani uchun vesam taylagan, havo ham issiq. Xona, mana bu quyonxonamizning harorati juda issiq. Tashqarida 40 gradus bo'lsa, ichkarida 25-30 gradusdan oshib ketyapti. Xo'p, mana bu videosini ko'rgansizlar, rasmini ham ko'rgansizlar. Oldingi safar ham ko'rsatganman bu quyonchani. Hozir issiq bo'lgani uchun qulog'ini taylab oldi. Ham otasi fransuskiy baran bo'lgani uchun onasi Flander. Bu samest. Bu ham 8 oymi, 9 oylik bo'lgan samescha. Bu yerda Karlik baran almazniklar samestimiz. Karlik baran almazniklar samestimiz. 7 oylikka yaqin, 6 oylik bo'ldi. Almazniklar sameschamiz. Mana bu yerda almazniklar samkachamiz. Bu ham 6,5 oylik, 6 oylikdan o'tdi. Karlik baran samestimiz bu. Bu samka, bu samest. Mana bu ham samest. Bu 1 yoshga yaqin. 1 yosh bo'pti o'zi, 1 yosh bo'lgan. Sameschamiz 1 yosh bo'lgan. 12 oylikdan o'tibdi. Bundan bola olganmiz, ishlayapti. Mana bu sameschamiz 2 yoshlik sames. Mana bu samesning otasi. Mana bu sameschamiz 2 yoshlik sames. Buni videolarda, rasmlarda, oldingi videolarda ham ko'rgansizlar. Buni ham ko'rgansizlar. Oldingi videolarimizda, rasmlarda ko'rgansizlar. Xo'p. Mana shu sameschamiz, bir boshdan aytib ketay. Mana shu sameschamiz 2 yoshlik samestimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, sotiladi. Narxi $50. Kami bormi, o'tib berasizmi, kelishtirib berasizmi deganlar uchun yo'q, kelishtirilmaydi. Narxi tushmaydi. $50dan 1 so'm ham kam emas, ko'p emas. $50 ga mana shu har doim ishlab turgan samescham sotaman shuni. Chunki bundan bir avlod bola olganman, yosh bola. Kimdir
ishlatib bola olsa, yana bir 2-3 yilgacha yaxshi bola olsa bo'ladi. Xo'p, bu yoqda bu yerda oldingi videolarda ko'rganday mana bu yerda karlik Riondan chiqqan ikkita baran samkachalar, karlik baran Rion akraslikdan chiqqan. Onasini ham ko'rsataman. Rex Gepard, 2 oylik Rex Gepard. 3 oylik, 2,5 oylik bo'ldi. 3 oylikka yaqin. Pandacha, 2 oylik pandacha. Bular 3 oylik karlik baranchalar. Bular ikkalasi samkacha. Pandacha ham samka. Panda ham samka. Rex samest, Gepard samest. Mana bu yerda hop. Mana bu yerda hop, karlik baran almasni glaz bolalari bor. Xikol plus Flander bolalari bor. Mana bu Xikolning bolasi. Flander bilan Xikoldan chiqqan. 2 oylikka yaqin bo'lib qoldi bu. Onasidan erta ajratganimiz uchun onasini biroz mazasi bo'lmagandi. Onasidan erta ajratdik. Bular uncha katta bo'lmadi. Mana sherigi ikkita bolachasi qoldi. Onasi ko'p katta qilib bera olmadi birinchi bolalarini. 4 ta bolasi bor edi, 2 ta bolachasi qolgan. Bular ham uncha baquvvat emas, silabi bo'lib qolgan. Karlik baranlar, 3 oylik karlik baran almasni glazlar, mana. Bularda faqat samestlari sotiladi. Kimga sotiladimi deb qiziqsa, faqatgina erkaklari, samestlari sotiladi. Samestlarining narxi 200 mingdan. O'tib berasizmi deganlar uchun agar kelib olib ketishsa, Samarqand viloyatining o'zidan bo'lsa, Samarqand o'zidan bo'lsa, kelsin fermachamizni o'zidan, meni fermamizni o'zidan ko'rib, "Men shuni olib ketaman" desin. Bularning ichida 3 ta samestimiz bor. 3 ta samestni ham ko'rib, "Men shuni olib ketaman" desa, bemalol tanlab olib ketsa, yana o'tib beradigan joyi bor. Narxi 200 mingdan baho qo'yilgan. Bularning ichida 3 ta samesti bor. Xudo xohlasa hammasi sog'lom quyonlar. Mana bu yerda fransuzskiy baran samkamiz. Oldingi videolarda ham ko'rgansizlar. Samkachamiz 7 oylikdan o'tdi. 8 oylikka yaqinlashyapti bu ham. Ishlamagan hali, qo'shmaganman, havo issiq. Ham bunga qo'shadigan samestim ham yo'q. Xo'p, buni ukalari, fransuzskiy baran. Mana bu samkani ukalari, mana bular. Bitta samka, bitta samest. Bularda qolganlari sotilib ketgan. 200 ming, 250 ming, 300 mingdan sotilib ketgan. Mana bular o'zim uchun bir para olib qolganman. Flander samka. Bu meni quyonlarim ichida eng katta quyonim. Eng katta quyonim Flander samka. Bu 2 yosh bo'ldi. Bir marta bola oldim. Flander samestim bir marta bola oldim. Samestim yaxshi chiqmagani uchun bolalarini ham sotib yubordim. Samestni ham sotib yubordim. Undan keyin fransuzskiy baran Visavoyga qo'shganman. Buni bolasini ko'rdilaring nima chiqqanini. Mana shu onasi boyagi Jelene svetlik samestimizning onasi. Otasi fransuzskiy baran edi. Uni so'yganman mazasi bo'lmagani uchun. Bu xo'p. Samkamiz bo'g'oz bo'lish kerak. Agar qochgan bo'lsa, boyagi samesga qo'shganman. Agar qochgan bo'lsa, bo'g'oz bo'lib bo'lmasam, kuz sezonida, sentabr, oktyabr oylarida qo'shib tug'diramiz. Xudo xohlasa. Bunga yangi qafas yasaganman. Shu uchun hozircha mana bunaqa setkasi, kamroq setkasi bor qafasda turibdi.
bularga yangi qafas yasaganman, uni ko'rsataman. O'sha qafasga o'tkazishim kerak, xudo xohlasa, uni bitgandan keyin o'tkazaman. Bu yerda karlik baran, oldingi videolarda ham ko'rgansizlar. Bu qafasimizni mana shu to'liq qafasni to'liq obzor qilganman. Karlik baran samka, mana 5 oylik samkacha. Bu yerda karligimiz tug'ishga tayyorgarlik ko'ryapti. Bunga bezovta qilmaymiz. Riyon, karlik riyonimiz. Baran. Bu yerda karlik samka. Karlik samka. Bu yosh 2,5 yoshlik samkamiz. Bu yerda ham karlik almazniklar samkachamiz. Tayyor samka, buni qo'shishim kerak. Bir ikkita so'raganlar borligi uchun qo'shmay turibman. Bo'lmasa qo'shib o'zimga ishlatib yuboraman. Hali kuyi ham kelmagan ekan. Bular tayyor bo'ldi o'zi. 5 oylikdan o'tyapti. Mana bu yerda Samquyon meni fermamizda mehmon buni akrasi ko'pchilik biladi bu akrasni. Chorniy Agnonni deydi. Juda bir chiroyli quyon hozir videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, juda bir akras chiroyli. Bu samkachamiz. Bu yerdagi quyonimiz bor edi. 3 ta bolachasi bilan quyonimiz bor edi. Bular sotib yubordim. Katagimiz hozircha bo'sh. Bu yerda xikolimiz. Xikol buni Samarqanddan bir akamizdan sotib olgandik. Lelopadan sotib olganmiz degani uchun sotib olganmiz. Toshkentlik Lelopadan qulog'iga kilish tushibdi. Ukol dorisini qilamiz bugun xudo xolasa. Quyonlarga e'tibor qilishga, quyonlarga ko'p e'tibor qila olmayapmiz ish bilan bo'lib. Qulog'iga kilish tushibdi, rosa yomon tushibdi. Bugun dori ukollarni qilamiz. Endi bo'g'ozida spressini sepamiz. Samkachamiz 6 oylik samka, bo'g'oz tug'ish kerak. Tug'ib olsa ukolni qilib yuboraman. 2-3 kunda tug'ish kerak, xudo xolasa. Raddomligini qo'yamiz, shu katayda o'ziga tug'adi. Xo'p. Mana bu yerda fransuskiy baran, gold baran, gold akraslik juda ham turlab yotibdi yoz sezoni bo'lgani uchun. Mana bu yerda kichkintoylar, bizlarga mehmonlar. Xudo xolasa bular 4 kunlikmi? 3-kun, 3 kunlik bo'ldi. Xikol samkamiz. Bu Lelopamdan 3 ta quyon olgandim. O'sha 3 ta quyonchadan bitta shu samka qoldi. Lelopamdan kelgan samka. Boyagi baran, karlik baranlarning ichida turgan sameschalar, ana xikolli bolalari, shu xikolli bolalari edi. Karlik baranlar bilan turgandi. Mana bu qafasda. Mana bu qafasda turgan quyonchalar ikkita qolgan, shu ikkalasi shuni bolalari. Hozir bu bo'g'oz bo'lish kerak, qo'shganman. Bir hafta 10 kun oldin qo'shgandim. Xo'p. Quyonxonamizda yangiliklar shunaqa. Quyonxonamizda mehmonlar Rex Gepard kelgan, pandacha kelgan, karlik Chorniy Agnonni kelgan. Bu tug'ish kerak, riyonchamiz. Mana bu mehmonchalar tug'ilgan. Sotiladigan quyonlarimiz bor. Karliklarni bolalari, sameslari, asosan sameslari sotiladi. Para qilib bering deganga ham bitta para sotiladigani bor. Bir para faqat. Boshqa yo'q. Bitta samka, bitta sames bor, ikkita sames bor. 3 ta sames, bitta samka. Sotiladiganlari bor. Sameslari ko'p chiqdi shu partiyada quyonlarimizda. Samquyon meni fermamizning holati shunaqa.
Endi asosan yangiliklar mana bu qafas bo'ldi. Mana bu qafas bo'ldi. Bu qafasni vesavoy quyonlar uchun yasadim. Vesavoy fransuskiy baran, flander, strakach, rekslar uchun ham bo'laveradi. Ishqib vesavoy quyonlar uchun yasaldi. Hali chalalari bor. Kurchaklarni qo'yishim kerak. Mana kurchaklarni qo'yishim kerak. Kurchaklarni qotirishim kerak. Bu qafaslar kurchaklar qo'yilmagan. Bitta eshigi bitmadi hali. Bular oyoqlarining taglari reka qilindi, reka pol qilindi. Faneram qo'yilgan. Reka pol ham qo'yilgan. Chiroyli chiqdi mana. Axlat oladiganlari olinadigan mana bunaqa patnislik. Patnis tortiladi, olinadi, yana qo'yiladi joyiga. Tozalashga osonroq. Bu qafasimizda patnisidan siro olardik. Tortib olardik. Bu qafaslarimiz ham yaxshi chiqqan, lekin bunisi patnisini o'zini tortib oladiganlik qildik. Osonroq bo'ladi, ham 2-3 kunda olib tozalab turishga oson bo'ladi. Shu qafaschamiz bitishiga oz qoldi. Mana bu yerda svitchalarni o'rnatganmiz, yoritish chiroqlarini o'rnatib chiqdik. Ikki tomonga. Bitta eshigi bitmagan chala. Bu yerda quyon, sam quyon meni fermachamizning yangiliklar xuddi shulardan iborat. Hop, quyonlarimizni yangi videolarini, fermamiz yangi videolarini ko'rish uchun, shu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta obuna bo'lib qo'ysalaringiz, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalaringiz, shu videolarimizni hammadan birinchi bo'lib ko'rib borasizlar. Videolarimiz tarqalish uchun, bu kanalimiz yangi bo'lgani uchun, videolarimiz tarqalishi uchun kanalimizni maksimal darajada tarqatishlaringizni so'raymiz. Kimga qiziq quyon qiziqqan tanishlaringizga shu videolarni tashlab qo'yinglar. Mana bu yerda yangi proyekt. Bunaqa proyektni hali hech kim qilmagan bo'lsa kerak. Balkim qilgandir. Bu proyektimiz qafas bo'ladi, xudo xohlasa. Bitgandan keyin obzorini qilaman. Bu hozir chala yarim holat, yarim tayyor desam bo'ladi. Bu bitgandan keyin agar o'xshasa, shunaqa qafaslardan yana bir 10-15 ta qilish niyatimiz bor, xudo xohlasa. Quyonxonamizda shunaqa holat. Bu qafasimizning eshiklari mana bular eshiklari, mana bunday turadi eshik. Neydi? Mana shunday turadi eshigi. Eshik bu. Bu eshiklari. Quyonxonamizdagi holat shunday. Video hali tugagani yo'q. Oxirigacha ko'rsalaringiz, har bitta quyonlarimizni qo'ldan kelguncha hammasini mazu eng go'zallari, eng zo'rlarini, videolarini video oxirida yana qo'shib yuboramiz, rasmlarini. Sotilgan, baraka qilingan quyonlarimizni qo'ldan kelguncha video qilib olib qolgan quyonlarimizni videolarini qo'yib beramiz. Videoni hali tugagani yo'q, kuzatishda davom etinglar. Videolarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, omad so'zini kommentariyada yozib qo'yinglar. Fermamiz rivoji uchun bitta like bosib qo'yinglar. Hammalaringizga rahmat, kattakon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sam quyon meni fermasi nomer 1 Samarqand bo'yicha nomer 1 bo'ladi, xudo xohlasa. Bu fermachamizni yana kattalashtiramiz. Juda ham katta qilib, katta ferma qurish niyatimiz bor. Xudo xohlasa qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, hammasi reja asosida, plan asosida o'zgarishlar yaxshi ketyapti. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sam quyon meni fermamizning videolarini ko'rishda davom etinglar. Hammalaringizga rahmat.
3 oylik karlik almaznik baranlarimiz 3 oylik bo'ldi. Bulardan 3 ta samka, 5 ta samец chiqqan. 2 ta oila. Hozir bu yerda 3 ta samka, 2 ta samецimiz. Karlik almazniklar samkachamiz. 6 oylik samka. Otasi fransuskiy baran Makfi, onasi Flander, gibrid quyonchamiz, sameschamiz. Голландский panda. Samkachamiz. 2 oylik bo'lyapti. Голландский panda samkachi. Rex Gepard sameschamiz. Rex Gepard samecimiz 2 oylikdan o'tyapti. Onasidan erta ayrilgani uchun o'sishi ancha sekin bo'ldi, lekin hozir ancha katta bo'lib qoldi mana. Bu yerda makfilarimiz dam olyapti. Bitta samka, bitta samec. Unisi samec, unisi samka. Samquyon meni fermamizda fransuskiy baran Makfi akraslik quyonlarimiz hozir. Vesavoy fransuskiy baran Makfi akraslik quyonlarimiz. Samka samec, bitta oila, bitta qon. Samquyon meni fermamizda
Har partiyadan bitta ikkita olib qolardim. Bunisi partiyadan ham shular qolgan. Karlik baran rayondan chiqqan samkalarimiz ham yaxshi katta bo'lyapti. Samquyon meni fermamizdagi yangi akrasda chiqqan quyonchalarimiz. Karlik baran rayon akrasli samka sameslardan chiqqan. Xudo xohlasa ikkalasi ham samka, 3 oylik samkalar. Bular Samquyon meni fermasida ko'payadi. Shu yerda katta bo'ladi. Chiroyli samkachalar. Samquyon meni fermamizda mehmon Karlik baran chorniy agniyonniy samkacha. Samquyon meni fermamizda mehmon yangi keldi. Karlik baran oila 3 ta bolachasi bilan. Karlik baran samestimiz almasnik lazlarimni hammasini otasi. Samquyon meni fermamizning liniyasi.